Assalomu alaykum hammaga. 17-say kuni auditoriyaga обещать qildik. Zarina chiqadi deb. Nima bo'ldi? Qayerdalar? Shu haqida o'zi gapirib bermoqchi edi, lekin razрешение olinmadi. Hozir домашний arestda. Shu videoni oxirigacha ko'ring, oзвучка bilan chiqaramiz. Assalomu alaykum aziz musofirlarim. Assalomu alaykum yaxshilarim, yomonlarim. Bilasiz, biz sizni juda ham sog'inganmiz. Bilamizki, siz ham bizni juda ham sog'ingansiz. Aslida nima bo'lganligi, holat qanday ekanligi haqida hech kimga hech qanday ma'lumot berish imkoniyatimiz yo'qligi uchun siz bilan pinhona uchrashamiz. Siz bilan pinhona ma'lumotlar o'rtoqlashamiz. Biz sizni sog'inganmiz. Siz bizni sog'indingizmi? Bu dunyoda hech narsa abadiy emas. Yaxshilik, yomonlik kurashi. Yaxshilik ortidan yomonlik, yomonlik ortidan yaxshilik har doim shunaqa bo'lgan. Aziz zindoshim, bir narsani hech qachon unutmang. Bu dunyoda hech narsa abadiy emas. Bahor ortidan yoz, yoz ortidan kuz, kuz ortidan albatta qish keladi. Qachondir bizni ham quyoshimiz chiqadi va biz siz bilan yorug' yuz bilan hammasini birgalikda baham ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi va biz baralla yuzimizni yorug' qilib siz bilan suhbatlashishimiz va dardlarimizni aytishimiz mumkin. Afsuslar bo'lsinki, inson xato qilish uchun dunyoga kelgan. Biz xato qilamiz, adashamiz, xatolarimizni tuzatamiz, yaxshilik ulashamiz, kimlargadir bilmasdan yomonlik ulashishimiz mumkin va kimlardir bilib, ataylab sizni hayotingizda qiynalishingizni, ko'p muammolarga duch kelishingizni, iloji bo'lsa bu dunyoni tark qilishingizni xohlaydiganlar juda ham ko'payib ketar ekan. Yuksalma, o'sma, unma. Bu dunyoda insonlarning asl yuzini ko'rgan saring u dunyoga qiziqishing ortar ekan. Lekin bu dunyoda bizni ushlab turgan ko'p narsalar borligi va bizni yashashimiz uchun sababchilar ko'pligi va bizga muhtojlar ko'pligi uchun ham biz hali taslim bo'lmaslikka o'zimizga va'da berdik. Aziz qadrdonlarim, yaxshilarim, imkoniyat boricha xuddi avvalgidek siz muammolardan, kishanlardan xalos bo'lganimizdan keyin albatta barcha vatandoshlarimizga qolib ketgan nima haqqinglar bo'ladigan bo'lsa, hammasi bilan hisoblashamiz. Hammani rozi qilamiz. Hech kimni norozi qilish, hech kimni haqqini yeb ketish havas emas bizga. Muammolar tagida qolib ketganmiz, kishanlar bizga bog'langan, biz nafas olishga ham qiynalyapmiz. Bizda juda ham katta muammolar. Biz hech kimdan yordam so'rash niyatimiz yo'q. Biz shunchaki yaxshilik ulashda davom etmoqchimiz. Hech qanday xizmat ko'rsatish boshqa hech yerda takrorlanmaydi. Xizmat so'rasida so'ramanglar bu yerda umuman. Biz sizlarni qullikdan xalos qilish yo'llarini o'ylab topganmiz. Alloh xohlasa, hammasi yaxshi bo'lib ketgandan keyin albatta vatandoshlarimizga o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l shaklida bu yerlarda vaziyatdan kelib chiqqan holatda o'sha bunday holatda yashab bo'lmasligini va o'z tanasida hamma narsani sinab ko'rgan bir jabr ko'rayotgan inson sifatida albatta hammasini baralla yorug' yuz bilan aytib beriladi. Yangiliklar sizlar uchun ulashiladi. Aktiv bo'ling. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dushmanlarga esa assalomu alaykum. Yomonlik qilishdan to'xtamang. Zulm ostida zulm qilavering. Bir narsani unutmang. Balki bu dunyoda siz toj kiyarsiz, har xil medallar taqarsiz, lekin Allohning oldiga borganingizda zulmda qolib ketgan insonga zulmlar qilganingiz uchun qanday javob berishni o'zingiz o'ylab ko'ravering. Yaxshilik yomonlik jangida albatta yaxshilik g'alaba qozonadi. Biz yaxshilik ulashib, yaxshilik orqasidan shu holatga tushdik. Yuzimiz yorug', aybimiz aniq, lekin yomonlik ulashayotgan insonlar hammangizga Allohim kifoya. Azizlarim, qadrdonlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zga yurtda xor bo'lishdan Alloh sizni asrasin.